Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana Azbek Mo'minov kanali 2025-yilning 12-oktyabr kuni Qarshi Karvon mol bozoriga kelganmiz. Buna sigir, huki hammasidan bir boshdan ko'rsatib o'tamiz. Sog'on sigirlardan so'raganlar uchun uni ko'rsatib o'tiramiz. Bizdan kuzatib videomga qatorlik berganmiz. Surib qo'yamiz. Bo'lmasa boshladik. Bizdan tomosha qilib kuzatib boringlar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Necha pul bo'lyapsiz aka? Aka 12 deyapmiz, firmaxonam mol aka. Firmaxonam mol ekan. Ha, onasi bormi? Aka qo'shib so'ramay qarang. Qo'shib bor, egasiga qo'shib bor. Rossiyada og'aylarga salom aytaman. Necha pildingiz? Necha pildingiz? 12 berib, ben 10 million qilaman qarang, 1 million. Shu 12 million. Iye, nima deyapsiz? Aka firmaxonam mol. Qimmat savdogarishida bo'lsa. Unday demanga qiladi. Odammas. Eng arzon savdogar biz. Qimmat savdogar. Necha pildingiz? 12 kam bu, 12 kam. Menda qimmat aytyapsiz yo'q. Enas yo'q enas. Hazillashib. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Necha pul ekan? Buni 25 20 millionga bermayapti. 20 millionga berilyapti. 20 million so'rayapti ekanlar, mana akamiz 25 million so'rayapti. Ona bola. Balasi ho'kichami? Ho'kicha bor. Balasi ho'kicha ekan mana. 20 million so'm savdosi bo'lyapti. Kururasi. Nechinchisini tug'magan bu? Balasi. O ikkinchi bola. Ikkinchi bolasi ekan, hali yosh ekan mana, kururasi. 20 savdo bo'ldi, foydasi yo'q, bermadilar 25 deyapti. Yeng, baraka tegmi? Yo'q, kamera Kururasi. Necha pulga berasiz? 20 to'g'ri kelmasa. 21 bo'lsa 10 dedim. 21 bo'lsa oling debdilar. 10,5 dan tushirsak, Shuni 500 qilsa bo'lmaymi? 21. 15 milliondan boshlab 20 million so'radi. Endi bozor nima deyish qiyin bilmayman. Bervorish kerak, ertalab savdoni bervorish kerak. Ertalab savdoni qaytarmaydi u. 19 ham sotadi. Va ertalab savdoni qaytarmaydi. Shuni 500 dan bo'ladi, 500. Ming so'm ham oshiq. Oshiq, ha? Esmi oshiq deb turib ko'raverasiz. Tomosha qilaveringlar, ha? Necha pul ekan, tog'a? Assalomu alaykum. 22 million. Sigirimiz. Bozor necha pul qilyapti, tog'a? Bozor shugida, 18 so'rayapti. Bu necha pul so'rayapti? Ko'rasizlar, aytgilari. Mahallangizda Ko'ringlar. Sigirimiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizdan necha pul ekan? 40 bo'ladi. 40 million so'm baho bo'lyapti. Balasimi? Balasi. Ho'kizcha, novozchaga. Ho'kizchaga men balasi ho'kizcha. Onasi ham katta ekan, 40 million so'm baho qo'yilyapti ona balaya. Bozor necha qilyapti? 34 bilan savdosi bo'lyapti. Savdosi bo'lyapti, qarga. Urush janjal bo'lyapti savdosi. Urush janjal bo'lib, savdosi ham bo'lyapti ekan. Mana ko'rasizlar, 34 millionga savdo qilinyapti. Mana balachasi bilan. Nechinchi tug'imdi bu? 4-tug'im ekan. 4-tug'im. 5-ga bor. 5 bo'g'azmi? Bo'g'az ekan. Bo'g'azdan so'raganlar uchun balasi ham bor ekan, qo'rniya. 34 million so'm urush janjal bo'lib, savdosi. 50 qo'ysa ekan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Necha pul ekan bu? 55. Ko'za nima qilgandi aka buni? Ha? Ha?
Bozor nechi qilyapti bozor? 55 million so'm deyaptilar mana bola chaqasi. Sovti ham bola ekan, ho'kiz ekan. Estonmi deyman-da. Aytgilar. Nechi pul ekandi? 45. Simental ekan mana zot ko'raverasiz. Simental so'raganlar uchun. Balachasi nechi pul? Balachasi. Ayra sotilmaydi. O'qcha bolasi. 2 oy, 2,5 oy. 2,5 oylik ekan. Balachasi ho'kiz ekan. Ikkovi bir joyga nechi so'rashdi? 36 million. 36 million so'm so'rabdi ona bola. Bo'g'az emasmi bu? Endi 1 oy bo'lgan Sony qo'yilgan endi xudo bilan ilib ketgan bo'lsa, bo'lsa aniq emas ekan mana ko'raverasiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nechi pul ekandi? 18,5. 18,5 ikkovi. Balachasi kuchi ekan mana ko'raverasiz. Birinchi bolasi. U shunday kichkina. Endi o'sadi-da. Tomosha qilaverasiz. 18 million 500 baho qo'yilyapti. Bozor nechi so'radi? 16,5. To'g'rimi? Ikkovini mana 16,5 qilibdi, ona bola ekan. Sal kam bo'libdi, ko'raverasizlar. Nechi pulga bitadi buni? 17 dan oshsa bitadi. 17 dan oshsa bitadi. 17 dan oshsa beraveradi. Ko'raverasiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nechi pul ekandi? Nechi pul deyapti? Assalomu alaykum. Nechi pul savdo? 16,5 so'radim, 20 million deyapti. Ha. 16 million 500 so'rayaptilar mana akamiz. 20 million so'rayapti. Balas ho'kizchami? Urg'och. Ha? Urg'ochimi? Urg'och. Urus janjal, ur savdosi bo'ladi, hammasi. Ko'raverasiz. Nechi pul ekandi bunaqa? Assalomu alaykum. 15 deyapti. 15 million so'm ekan mana. Bo'g'az. Bozor nechi pul so'rayapti? Savdo qilish bo'lmadimi? Savdosi bo'lyapti. Ha, savdosi bo'lyapti ekan. Ko'raverasiz. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nechi pul deyapsiz bunasi? Urg'ochimda 13 deyapman. 13 million. Nechi pul so'rashyapti? 10 million, birov 10,5 million. Birov 11,5, birov 10,5. Shunday bo'lyapti. Ha. Tepaga bir pastga tushyapti. Ko'raverasiz. Nechi pulga bitadi o'zi bo'layotgan? Shu 11,5 ming bitadi. O'sha narx so'rab ketgan narxga bermabsiz-da bunisi? Yo'q. Endi berasizlar. Hali ko'ramiz. Biz nechi pul deyapsiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 15. 15? 15 million ekan mana hozir. Zoti qanday? Qozog'iston. Estonmi? Eston deyaptilar mana zotini. 15 dan baho qo'yaptilar. Bozor nechi pul qildi? 12 dan. 24 million so'rar ekan. To'g'ri mi? Nechi pulga bitadi? Bir joyga mana ikkov. 25 million bo'lsa beraverasiz. Ikkovini 25 million so'm bo'lsa beraveraman deyaptilar. Eston ekan zoti, mana ko'raverasizlar. Yosh qanday yoshi? Tushmagan, uzoqmi? Uzoq emas. Nomerlarga beramiz. 90lik. 90lik 288 288 0045 00 45. 45 mana shu nomerlarga telefon qilaverasizlar. Eston kerak bo'lsa. Sog' bo'ling. Noyoblari bu. Nechi pul deyapsiz buni aka? 15 kam bor. 15 kam bor. Nechi pul so'rayapti bu? 10 million. Hozircha. Bog'lanib Ko'raverasizlar. Tomosha qilaverasizlar.
Hech pullar bitami? 12 kilo bo'lsa beraveramiz aka. Oxirimi? Oxiri 12 kilo bo'lsa beraveram deb turaman ko'rasizlar. O'ta go'zal joylardan ekan, noyob ekan. Qardan olib kelgansiz bu? Qardan olib Bu kelgansiz? aka nishondan kelgan. Nishondan yana bitta yagonasi bu. Bozor bo'yicha bitta bu. Ko'raverasizlar. Tomosha qilaverasizda. Sog' bo'ling. Bu nechi pul ekan, assalomu alaykum. Bilami? Ha, 13 ta. 13 ta. 13 puldan boqib. Bozor nechi pul so'rayapti? 19,5 so'rab. Ikkovini 19 million 500 ko'raverasizlar. Narxlar sal kam bo'libdi. Bir joyga 19 million 500 so'rayapti. 20 bo'lsa sotasiz, niyat. 20 bo'lsa niyat sotamiz. Bilib turibmi, 20 bo'lsa sotasiz. Boshqa ilojim yo'q. 20 bo'lsa sotaman. Ko'raverasizlar. Tomosha qilaveringlar. Sog' bo'ling.